Namangan davlat pedagogika institutida magistratura bosqichi bitiruvchilariga diplom topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda institut rahbariyati, professor-o'qituvchilar, ilmiy rahbarlar, ota-onalar hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etib, magistrantlarni samimiy tabrikladilar. Joriy o'quv yilida institutning 16 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha 260 nafar magistrant magistr darajasidagi diplomga sazovor bo'ldi. Bitiruvchilarning bir qismi davlat granti, qolganlari to'lov kontrakt asosida tahsil olgan bo'lsa, bir qator yoshlarga imtiyozli diplomlar topshirildi. Shuningdek, 2025-2026 o'quv yilida tahsil olgan 75 nafar xotin-qiz magistrantning to'lov kontrakt mablag'lari davlat byudjeti hisobidan qoplab berildi. Mana shu 260 nafar magistrantdan 240 nafari ayni kunda ish bilan ta'minlangan. 260 nafardan 80 nafari ilm yo'lini tanladi va hozirgi kunda aynan ular mustaqil tadqiqotchi yoki doktoranturaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Magistrantlarga ayni kunda Namangan davlat pedagogika institutida yetarlicha sharoitlar yaratilgan, zamonaviy auditoriyalar, yuqori darajadagi professor o'qituvchilar ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Bugungi yoshlarga yaratilgan shart-sharoitlardan magistrantlar mamnun. O'quv yili davomida iqtidorli magistrantlar ilmiy tadqiqotlar olib borib, xalqaro va respublika miqyosidagi konferensiyalarda faol ishtirok etdilar. Ilmiy maqolalar va innovatsion loyihalarni amalga oshirdilar. 3 nafari esa prezident maktablarida pedagog sifatida faoliyat yuritib, ta'lim tizimiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Marosimda xalqaro va respublika miqyosida yuksak yutuqlarga erishgan magistrantlar alohida e'tirof etildi. Jumladan jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi hamda metodikasi yo'nalishi magistranti Tillaqo'zi Karimjonov Osiyo Paralimpiya musobaqalarida dzyudo bo'yicha bronza medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Durdona Tojimirzaeva respublika tanlovining zakovatli ayol nominatsiyasida birinchi o'rin egalladi. Maxsus pedagogika yo'nalishi bitiruvchisi Gulmira Nabijonova esa yosh kitobxon oila respublika tanlovida faol ishtiroki uchun munosib taqdirlandi. Diplomlarni har bir bitiruvchi yuksak mas'uliyat va katta xursandchilik bilan qabul qilib oldi. Mazkur tadbirni bevosita ota-onalar ham yuqori his-hayajon bilan kuzatib turdilar. O'qishlar yoqda juda yaxshi sharoitlar bo'ldi, yaxshi o'qishdi, mana ekan ilm izlanishdi. Hozir endi katta ostonaga qadam qo'yishmoqda. Hammalariga baxt tilaymiz, omad tilaymiz, ishlarida katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Prezident yaratib bergan sharoitlarga shuning uchun ming rahmat. Kelinim doktoranturada o'qish niyatim bor. Xudo xohlasa o'qitaman. Yana sharoitlar yaratib berishga tayyorman. Men Namangan davlat pedagogika institutida maktabgacha ta'limda magistr sohasida o'qiganimdan bag'oyatda xursandman. Va bugun mana diplom bilan taqdirlandik. Bu men uchun baxt, sharaf. Kelajakda yana doktoranturada o'qishni, fan doktori, professor bo'lishni rejalashtirib turibman. Xudo xolasa oldimizda juda ham katta maqsadlarni qo'yganmiz. Yoshlar albatta bugun baxtlimiz, baxtiyormiz. Hammani diplom bilan tabriklayman. Shundan so'ng bitiruvchilarga ezgu tilaklar bildirilib, ularning mamlakatimiz ilm-fani, ta'lim tizimi va jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shadigan malakali mutaxassislar bo'lib yetishlariga ishonch bildirildi.